Qozi Mahmuddan oldin men cho'chib seskanib ketdim. Bolam, biror yoqqa ketyapsanmi? Tinchlikmi? Dedi uftoda. Qozi afandining rangi oqarib tili aylanmay qoldi. Biroz jim turgach tilga kirdi. Juda qiyin bo'lyapti. Har kun, har soniyam o'zim bilan jang qilish juda mushkul ekan bilsangiz. Sen o'zing bilan emas, nafsing bilan jang qilyapsan, dedi uftoda. So'ng qo'shib qo'ydi. Bilaman, juda qiyin. Albatta u bilar edi, men u bilan qanchalik ko'p jang qilganimni eslayman. Nafs bilan jang qilish qandayligini uftoda bilmay yana kim bilsin. Hali juda yosh paytidayoq ovozi chiroyli ekan, azonni yaxshi aytadi deb uftodani ulug' jomega muazzin qilib tayinlashgan edi. Oradan biroz vaqt o'tgach muazzinlik qilyapti-ku deb unga maosh ham bera boshlashdi. Uftoda o'sha aqchalarni olgan kuni kechasi bir tush ko'rdi. Tushida sen biz bergan narsa uchun pul olding. Bunday bo'lsa seni martabangdan tushirdik degan ovoz eshitdi. Uyg'onar uyg'onmas olgan aqchalarini olovga tashladi. Shundan keyin aslo oylik olmadi. O'sha kundan boshlab uftoda, ya'ni tushirilgan degan taxallusni tanladi. Bu ishdan keyin men uni pushaymon qilish uchun ancha urindim, azobladim, lekin u bir marta bo'lsa ham menga moyillik qilmadi. Shuning uchun ham hozir Mahmudning qanchalik qiynalayotganini bilib tushunib turibdi. Nafsimni qanday qilib o'ldiraman? Uning alangasini qanday o'chiraman, dedi Mahmud afandi. Bir tomondan men gapiryapman, bir tomondan uftoda. U kimga quloq soladi, kimga ergashadi. Oldingi payt bo'lganida ishonch bilan menga ergashadi. Istagimni bajo keltiradi degan bo'lar edim. Ammo afsuski bu uftoda meni juda yaxshi biladi. Shuning uchun ham uning qo'li baland kelib, ovozi keskinroq, dadilroq chiqdi. Bo'tam, nafs degan narsa aslo o'lmaydi. Uni o'ldirib bo'lmaydi. Sen uni begunoh, beozor deb o'ylaysan. Ichingdan kelgan ovozlarni o'zingniki deb bilasan. Lekin bu nafsning ovozi. Nima qilsang ham u o'lmaydi. Uni o'ldi deb o'ylagan paytingda birdaniga senga tashlanib qoladi. Yaratganga omonatingni topshirmaguningcha u ham tirik bo'ladi. Unday bo'lsa men nima qilishim kerak? Dedi Mahmud afandi. Nafsingga bundan ham qattiq jazo berasan. Uning yo'liga yurmaysan. Aytganlarini aslo qilmaysan. Qattiq zarbalar berasan endi. Qanday qilib? Dedi Mahmud. Bo'ldi, endi bozorda jigar sotmaysan. Sen bu imtihondan o'tib bo'lding. Lekin bilginki keyingi sinov bundan ham og'riqli bo'ladi. Xo'sh, bu sinovlarni, bu g'am anduhni ko'tarish niyating bormi? Ha, albatta. Boshi bilan tasdiqladi Mahmud. Unda bugundan boshlab tahoratxonalarni tozalaysan. Bu sening yangi vazifang, bo'tam. Qozi, yo'q taqsir, bu ish menga to'g'ri kelmaydi deb uftodaning xonaqohini tark qilsin deb nimalar qilmadimi? Lekin u meni tinglamadi. Yo'q, aslo qabul qilma deb hayqirdim unga. Uning ichini faryodim tutib ketdi. Ko'zlarini yumib, tishlarini qattiq siqdi. Ko'zlari qondek qizardi. Lablarini tishladi. Menga qarshi kurashayotgan, meni nafsini qiynayotgan edi. Axir u men bilan jang qilyapti. Men qabul qilma, bo'lmaydi, aslo deyaverdim. U esa birdan bas qil ey nafs deb hayqirdi. Men hayrat ichida qoldim. Chunki shu paytgacha men bilan gaplashar edim. Men u bilan gaplashar edim. Endi esa u menga gapirdi. Men hech narsa deya olmadim. Tildan qoldim. O'sha kechasi bomdod namoziga azon aytilgunicha suhbat qilib o'tirishdi. Ko'rpachaga qarama-qarshi tizalab o'tirib olib dardlashishdi. Ularning yonida men ham bor edim. Chunki qozini uftoda bilan yolg'iz qoldirishga ko'nglim chopmadi. Men uni yaxshi taniyman. Agar ularni yolg'iz qo'ysam, meni butunlay tark qiladi, unutadi. Unga yaqinlasha olmadim. Nima desam ham, nima deb fitna qilsam ham uftoda shuning teskarisini aytib o'gitlar beraverdi. Xuddi qozi afandining qulog'iga, yuragiga qilayotgan vasvasalarimni eshitayotgandek edi. Bir burchakda moychiroq yonib turar, yerda bir necha to'shakcha bor edi.
Moychiroqdan taralayotgan sariq nur devorlarni bo'yab qo'ygandek edi. Atrof qop-qorong'u, hamma uyquda. Ular esa qarama-qarshi o'tirib olib gaplashishar, bir-birining yuzini ko'ra olyaptimi, yo'qmi bilmas edim. Moychiroqning nuri pirpirab, olovlangani sari xuddi butun xonaqoh titrayotgandek edi. Tashqaridan qushlarning sayrashi eshitildi. Qushlar ham bir-biri bilan gaplasha boshladi. Uftoda bilan Mahmud esa indamay o'tirishibdi. O'rtada ajib sukunat bor. Biroz mana shunday o'tirishdi. Qush ovozidan boshqa ovoz yo'q. Bu sukunat men uchun aslo yaxshilik alomati emas. Aksincha, huzurimni buzuvchi sukunat edi bu. Sukunat eng katta dushmanlarimdan biri ekanini inson sukutga tolib tafakkur qilganda haqiqiy insonga aylanishini bilaman. Shunday bo'lsa ham xayrli ishlarni gaplashgandan ko'ra jim o'tirishgani yaxshiroq. Shunisi tinchroq. O'g'lim, sen nafsingga ilk zarbani berding. Lekin u seni aslo tinch qo'ymaydi. O'z yo'liga tortish uchun qo'lidan kelganini qiladi. Sen uni ezgan, azoblagan saring yaralangan hayvondek senga hujum qiladi. Es-hushingni o'g'irlashga, seni yana chalg'itishga urinadi. Buni juda yaxshi bilaman. Ammo sen o'sha kuni hamma narsadan voz kechib, nafsingni oyoqlaring ostiga olib, bozorda jigar sotding. Uning gapiga quloq solmading. Orqaga hashamatli hayotingga qaytmading. O'sha kundan beri nafsing seni o'ziga dushman deb e'lon qildi. Hali senga alohida tayyorlanib kelib qattiq zarbalar beradi. Ana shunda sen aslo bo'shashma. Nafsingni qiynashda, ezishda davom et. Uning qarshisida tog'dek mustahkam tik tur. Sen yo'qlik diyorini tanlading. Ko'ngil ilmini talab qilding. Bu yerda esa nafsga o'rin yo'q. Eng avval uning ovozini o'chirishing kerak. Dushmaningni yaxshilab tanib ol. Bundan keyin men demagin. Men degan so'zni menlikni unutgin bo'tam. Faqatgina u bor degin. Men esa u degin. Allohni qanchalik ko'p zikr qilsang, menni shunchalik ko'p unutasan. Nafsingning ovozini o'chirish uchun joningni qiynashing kam. Joningni qiynashing, kam yeb, kam uxlashing kerak, kam gapirishing kerak. Shunday qilsang nafsingning g'ururini toptagan, burnini yerga ishqagan bo'lasan. Bilginki biz azob chekayotganimizda o'zimizga emas, nafsimizga zulm qilamiz. Tashqaridan qaraganda badanimizga azob berayotgandek bo'lsak ham, aslida o'zimizga yaxshilik qilgan bo'lamiz. Nafsning ovozi faqatgina shu yo'l bilan o'chiriladi. Aks holda sen uning quliga aylanib qolasan. Bilginki nafsning ovozi faqat Allohning zikri bilan o'chadi. Xoyu havasga qarshi mustahkam turiladi. Shu yo'l bilan dushmanlar o'ldiriladi. Qani, endi mana bu moychiroqni o'chir. Bu kechani bedor o'tkaz, ibodat qil, iltijolar qil, ro'za tut. Nafsing senga nima desa ham aslo uni tinglama. Mahmud bir og'iz gap aytmadi, so'zlay olmadi, e'tiroz ham qilmadi. Uftodaning o'gitlariga qarshi chiqadi deb umid ham qilmadim. Lekin men niyatimdan qaytmayman. Voz kechmayman. Uni aslo o'z holiga tashlab qo'ymayman. Istanbuldagi bir joy. Bugun. Sen. Nafsim, shu yerdamisan? Shu qismni tugatib boshimni kitobdan ko'tardim. Qarasam do'stim ko'zlarini yumib olibdi. Ko'zim men o'qiy boshlaganimdan beri yumuqmi? Qachon yumdi bilmayman. U ham kitobga qiziqib qolganga o'xshaydi. Men o'qishni to'xtatgach ko'zlarini ochdi. Nega to'xtading? O'qimaysanmi? Kuni bilan shu yerda o'tirib olib kitob o'qimaymiz-ku. Qara odamlar ham ko'payib ketibdi. G'alati qarashi mumkin, dedim. Nima bo'pti o'qisak? Ovoz chiqarib kitob o'qish aybmi? Odamlar jamoat joylarda nimalar qilmaydi? Uyalmaydi ham-ku. Nega biz kitob o'qiganimiz uchun uyalishimiz kerak? Sen bu o'qiganlaringni tushundingmi o'zi? E'tibor bersang-chi, u yerda birovlarning gapiga nima deb o'ylashiga diqqat qilmaslik kerak deyilyapti. Qiladigan ishingdan vijdoning xotirjam bo'lsa,
Nega undan voz kechishing kerak? Ular tirnoq ichidan kir qidiruvchilar-ku, deyapti bu kitob, dedi do'stim. Yuzimga tabassum yugurdi. To'g'risi do'stimga havas qildim. Nega shu fikrlar mening miyamga kelmadi deb hasad ham qilib qo'ydim. Ha, kitob aynan shunday deyapti. Odamlar seni ayblab, jinniga chiqarib qo'ysa ham haq deb bilgan yo'lingdan voz kechma, deyapti. Do'stimning asar haqidagi tushunchalariga qiziqib qoldim. Men o'qigan satrlardan u ham ta'sirlandimi, nimalarni o'ylayapti ekan-a? U ham mendek ta'sirlandimikan? Nafs degan narsani u ham o'yladimikan? Bilmayman. Mayli, buguncha yetar. Kitobni o'qib bo'lib senga berib turaman. O'qib olasan. Lekin hozir bir narsa so'rayman. Kitob haqida qanday fikrdasan? Bu kitob haqida ko'p narsa ayta olmayman, chunki boshini o'qimadim. Lekin hozir sen o'qigan joylari rosa qiziq, ta'sirli ekan. Nafsning odamlar bilan gaplashishini bunchalik ochiq-oydin tushuntirgani menga yoqdi. Ochig'ini aytsam hayron qoldim. Lekin rostdan ham shundaymi, buni bilmayman. Kitobda aytilganidek nafs bilan faol muloqot qiladimi? Nafs biz bilan faol muloqot qiladimi? G'alati, lekin bir tomondan juda qiziq. To'g'risi ta'sirlandim. Mahmud afandining bir lahzada barcha dunyoviy narsalardan voz kechib, nafsiga qarshi kelishiga boshidan o'tkazgan qiyinchiliklariga qoyil qoldim. Sen o'qiyotganingda o'zimni uning o'rniga qo'yib ko'rdim. Agar o'sha maqom, mansab, obro', e'tibor menda bo'lganida, men ham hammasini tashlab bozorda jigar sota olarmidim deb o'ylab qoldim. Menimcha bunday qila olmasam kerak edi. Odamlar nima deydi? Sharmanda bo'laman deb o'ylagan bo'lar edim. Lekin Qozi Mahmud afandi bozorga kelmasidan avval bir burchakda nafsi bilan kurashayotgan paytda go'yo men ham o'sha yerda edim. U bilan birga men ham terladim, men ham azob chekdim. Nafsning unga pichirlaganlarini men ham eshitdim. Keyin o'ylab qoldim. Bunchalik mol, mulki, shonu shavkati, mansabi bor odam nafsini tarbiya qilish uchun albatta mana shunday ishlar qilishi kerakmi? Ayniqsa uftodaning keyingi taklifini bir o'ylab ko'rgin. Qozi, ya'ni hozirgi zamonda bir shaharning rahbarini tasavvur qilgin. Viloyat yoki shahar hokimi yoki bir mahallaning boshlig'i bo'lsa-da, borib bozorda jigar sotsa yoki bu ham yetmagandek hojatxona tozalasa. Bir odamning gapi bilan shunday ishlarni qilish mumkinmi? Yo'q, aslo mumkin emas. Bo'lishi mumkin emas. Unday bo'lsa biz yashayotgan davrda odamlarni nafs boshqaryapti ekanda. Nafs ularni qul qilib olgan ekanda. U hammaning, boyning ham, faqirning ham, katta kichikning ham ustidan hukmron bo'lib olgan. Agar kitobdagi gaplar haqiqat bo'lsa, men shunday xulosaga keldim. Yana bilmadim. Kitobda aytilgan gaplar haqiqatan sodir bo'lgan bo'lsa yoki shunday ehtimol bo'lsa ham o'sha qadimgi vaqtlarda bo'lgan bo'lishi mumkin. Hozirgi zamondagi odamlarning qulog'i kardek. Miyamizni band qilgan narsalar shu qadar ko'pki, nafsimizning ovozini ham eshitmaymiz. Eshita olmaymiz. Aksincha, nafsning quloqlarimizga pichirlab, bizni yo'ldan urishiga hojat ham qolmadi. Atrofimizda nafsning qulog'imizga ayta olmagan gaplarini odamlarning o'zi bemalol hech narsa bo'lmagandek aytib qilib ko'rsatib yuribdi.